Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga mehr shafqatning bahosi yo'q degan temada bir qissa anlataman. Yevropaning qahrdan qish kunlarining birida qo'lida tatliq turumlarni ko'tarib olgan 10 yoshli bir bola ma'lum bir oila qo'rusining eshigini qiqib turib, aylanib ketdi va yerga yiqildi. Eshikni ochgan ayol balani ko'ribla uyiga akirdi va sapaning ustida yotqizib dam oldirdi. Bir azdan keyin bala hushiga kelib, o'ng mangzidagi mengi bor bir ayolni ko'ribla uni onasiga o'xshatib, "Ana" deb soladi. Ondan ayol uningga bir istikan qatiq sunudi. Qatiqni ichib bo'lgan bala uydan ayrilish oldida o'ziga taqdim qilingan qatiqning bahosini so'raydi. Chunki u bala kichigidan setib o'rgangan va badalsiz bekorga hech narsa bermaydigan bir jamiyatda cho'ng'igan. Ayol kulib turib, "Chiqavergin o'g'lim, mehr shafqatning bahosi yo'q" deydi. Aslida bu bola dadasidan kichik qolgan va nihoyat kambag'allikda cho'ng bo'lgan. Onasi uyda pishirib bergan tatliq turumlarni ko'chalarda, oila qurularda setib yurib, turmushini qandaydi. U kuni tatliq turumlarini sotolmagan, qattiq sovuq va ochliq dardidan bola aylanib ketib yiqilgan. Keyincha bu bola meditsinada o'qib doktor bo'ladi. Necha 10 yillardan keyin tez qutqizish kerak bo'lgan bir bemor uning doktorxonasiga tezlikda elib kelinadi. Doktor bemorning o'ng mangzidagi mangni ko'ribla balaliq chig'idagi o'sha unutilmas voqealikni g'uva esiga oladi. Keyin bemorning kimligini tekshirib chiqib, uning o'ziga qatiq taqdim qilgan o'sha ayol ekanligini aniqlab chiqdi. Ondan bemorni o'zi bir qo'lliq davolab chiqdi. Doktorxonadan chiqadigan vaqtda bemorga bir konvert keldi. Bemor ichida: "Bu doktorxonada 2 oydan ortiq yotdim. Menga nihoyat ko'ngil bilib ko'p xizmatlarni qildi bular. Uning ustiga mening sug'urtam yo'q. Endi qancha pul chiqqando?" degan andishi bilan konvertni asta ochdi. Ammo konvertda fatura emas, bir istikan qatiq bilan to'linib bo'ldi degan xat bor edi. Bemor buni tushunolmay o'yinib qolgan paytda heliqi doktor kirdi va kulib turib, "Mehr shafqatning bahosi yo'q" deydi. Bemor bir ishni xotirlaganda bo'lib doktorga sinjilab qarab qoldi. "Doktor, bu gapni siz menga degan edingiz kichik vaqtimda" deydi va o'zini tunishtirdi. Shuning bilan bemor hayronlikdan ketib qoldi. 30 yil burun Yevropaning qahridan qish kunlarida tatliq turum setib yurgan kambag'al bola endilikda cho'ng bir doktorxonaning xo'jayini bo'lib qolgan edi. Alloh taolo bandalariga u qadar shafqatlik va mehribonki, yetimlik, yo'qsullik ko'rinishda yomon ish. Uni hech kim xohlamaydi. Ammo katta natija qozongan, cho'ng boylarga aylangan mashhur shaxslarning mutlaq ko'p sonliqi yo yetim yo bak kambag'al oiladan chiqqan. Dunyoga tanilgan mashhurlarning hech qaysisi o'rdidan yoki yumshoq tushaklardan chiqqan emas. Xuddi inna ma'al usri yusran. Haqiqatan har bir mushkullik bilan chuqur bir o'ng'aylik bor degan oyat ko'rsatgandek, jafodan keyin chuqur o'ng'aylik keladi. Hamma odam farzandlarini deb jafo tortadi. Hammamiz farzandlarim jafo tortmasin, rohat ko'rsin deb ishlaymiz va barliq jafolarni o'zimiz tortishga rozi bo'lamiz. Ammo shundoq bir haqiqat borki, ajdodlarimiz jafosiz halovat yo'q degandek, jafo rohatni, rohat jafoni yaratadi.